孙悟空 Pudi Laozuni Shifu deydi. Tangson olsa Shifu deydi. Hangi qarsak ikki xatning farqi bor. Undan so'ng Sunukung nima uchun shunday arib ataydi? Nima uchun o'xshash atmaydi bu yerki Tangson bilan Pudi Laozu o'xshash buning ustozi tursa. Buningmi albatta bir sababi bor. Undan so'ng mazmun qiziqilgan do'stlar meni Guanju qilib birdan yaxshi yurak urib filmning davomini anglanglar. Sunukung Pudi Laozuni tunji izlab borgan vaqtingizda bir kichik maymunti bu taxi. Uchishni bilmaydi. Hatto ismim yo'qdi buningki. Pudi Laozu buni qabul qilganligini yoqtirib qo'yib buningga Sunukung degan ismni qo'yib berdi. Keyin buni tarbiyaladi. Buningga Jindoyun, Chisharban Bianxua bu o'zgarishli xil mahoratlarni o'rgatdi buningga. Hamda mushu vaqtda qarsak, bu Sunukung bu mahoratlarni o'rganib olgandan keyin buni ko'rib, ta Pudi Laozu bakara xo'shib ketdi. Ajab yaxshi o'rganib oldi deb. Qaramaqa Pudi Laozu bir qo'ldek Manda tug'anda qilgan bilan Sunukung bo'lgan muomalasi qarsanglar teshidan qattiq qo'lga ichidan bir yerdan kuyidi. Masalan, buning ochiqlanganda qilgan bilan Sunukungni azaldan jazolamaydi. Tangsongchu ikki kishidan biri bo'lsa xatolik Sunukungni bo'lmagan taqdirda kashki chambarak suni o'qiylaverdi. Hatto buningga jubajim chidamaydi bu Tangsongning qilgan bu yo'lsizligiga. Rasmiy olganmi? Sizlar chidamganmi? Mening bak ochig'im keldi. Hamda Pudi Laozuning qashirki vaqtda 5-ki chambarak bombasi deyishim mumkin. Pudi Laozuning ash mart nepetgan vaqtning o'zida bir hatto chambarakni paydo qilamasmi? O chambaraksizmi Sunukungni jazolay deb qolsa, qanday og'ir jazolab atalar uningdan natijasi shunami? Biroq Pudi Laozuning buni jazolag'isi yo'q. Oxirdami shuncha ochiq kelgan vaqtning o'zimi ikki qiz gap bilanlar buni haydab o'tadi. Biroq jazolamaydi. Endi Sunukungni haydab atgan o'sha vaqtda ko'rinish qaranglar. Sunukungni mankat deb poplar dumbisini qilib oldi. Sunukung qarab turmaydi. Nimishqa mash manzarni ish qildinglarmi? Bu xuddi bir ota-ona o'zining bolasini mesela oliy maktabga yiroq bir yerga uzatgan vaqtda dadalarimiz ashta bo'ladi-ku. Hali ko'ziga yosh keladi amaliyotda. Biroq ko'rsatkisi yo'q. Pudi Laozuning naq shunda. Sunukungdan orlig'isi yo'q. Biroq chidamay qoladi. Shuni Sunukungni buning o'zining ko'ziga hali bir hissiyotni yig'ini ko'rib qolmasa deb darhol dumbisini qo'yib bordi. Sunukung qalva emas, his qila oladi buni. Maymundim ko'ngilva. Hamda nommakli safirdagi mushkulotlarning ichidagi eng chong mushkulot Wuzhongguandagi odam gamyusda Jinyuanzining qashiq kelgan vaqtda Sunukung jimi avliyo amdiyalarni chaqirib bu ishni hal qilolmaydi. Oxir bo'lmay tunji qatim va oxirgi qatim shu Pudi Laozuni qayta izlab boradi. Izlapas Pudi Laozu yo'q, biroq bu yana o'z mishada hozir bo'lib Sunukungga yana yordam qildi. Sen majana bu dengizni qo'yib avvalgi suvarani desang, buning chorasini topa olaysan deb. Mush vaqt qarsanglar Sunukung rahmat ustozim, rahmat prim deb yig'lab ketdi. Sunukung qachon yig'lab baqqan? Olmaslarni yengolmagandimi ko'ngli yerim bo'lib baqmagan. Tangsong buni qayta chambarak afsunda jazolagandimi yig'lab baqmagan. 500 yil tag'ning ostida yotgan vaqtim yig'lab baqmagan. Faqat mush qatim haqiqiy ko'zda yosh chiqib baqdi. Nimishqa? Bu yerda nima bor? Mehr muhabbet bor. Biroq endi Tangsongning yendichu nommakli safarda bu yerda Sunukung bu atraf eng chong mas'uliyatni o'z ustiga olgan. Ustoz shogirdlarni tang qo'g'daydi bu. Biroq Tangsong sizlar Sunukungni ayblaydi. Barcha gunohni Sunukung qo'ydi. Sunukungninki eng qoltisligini, eng iqtidorliligini, olvaslarni bilalaydiganligini, oriyalarni bilib turibmi? Her qatim, birinchi qatim qilmaydi, ikkinchi qatim, uchinchi qatim, to'rtinchi qatim yana shu Sunukungning gapiga kirmaydi. Yana uning gapiga ishonmaydi. Yana o'zimning rost deb turib oldi. Shung doim alvaslining qiltiq tushdi, alvasli tutilib qoldi. Bichar Sunukung ming jafot ularni qutuldirdi. Endi Sunukung yana bunimi bo'pti deb Tangsongga noit ko'ngil bo'ldi. Alvaslining qutuldirish emas, kundalik turmushdami, voy usab qoldim ustoz deb suv akib turdi. Voy usab ketdim ustoz deb nimaning suyini akib turdi. Mishar bir e'lon qistirib atgan bo'lsak, noit Fayzullahga bir narsaning e'lonini kiltdi mishaga. Va yakuni keyin tamoq akib turdi, mashnaqim kagidek rosa e'lon qo'ysak. Shuni ular masalan uxlab qolgan vaqtda uchiqasini yeb qo'ydi buni. Noit kundalik turmushigimi ko'ngli bo'ldi. Biroq Tangsongchu sizlar barcha gunohni Sunukungga izlaydi. Sunukungning mana atrofda eng iqtidorli, eng ko'pni ko'rgan bir shaxs ekanligini bilib turibmi? Ishonmaydi, eliq ayol jinlarni ko'rsa Tangsongning ish chaqirib ketadi. Qizilvoshliq tugunakni ko'rsa ish chaqirib ketadi. Eliq o'g'ir qaroqchilarni o'ltasin, nimish qunday qilsa deb buni degan tillab chambarak kapsungan o'qib. Xatolik Tangsongning o'zi to'simi anglamaydi.
tuzatmaydi. Shuning uchun asarga qarasak, Tangson Sunukungni azaldan o'zining bir haqiqiy shogirdi deb qarab boqmagan. Balki Nomakli safirdagi bir gungju Nomakli safirdagi o'zining ishlatadigan bir quroli mush vaqtdagi bir vosita, mushundaq bir buyum ishlatishadi. Mushundaqli ko'rdi-chu. Hergiz chin ko'ngildan mening bundaq shogirdim deydigan yer yo'q. Shuning uchun Sunukungning qalbidimi Puti Laozu Shifu, Tangson Shifu. Puti Laozu selishtirsak Tangson endi Shifu deyishga munosib emas. Sunukung nisbatan aytganda. Bundaqda yana mana shu asarga qarasak, Arishdagi avliyolar Sunukung chaqasılar hammasi lappa deb turdi. Sunukungning jo'riqiga mangdi. Nimishqa? Mo'shnodimi bir muhim sabab bor. Bundan bu mazmun qilgan do'stlar meni go'nji qo'lib, kenglikchiga voyshang, teng deb yozib qo'yinglar. Keyingi sonda mana shu mazmunni so'zlab beray.